Bugungi videoda neyrojarrohlikda qo'llaniladigan Mayfield qisqichini yig'ishini ko'rib chiqamiz. Mayfield qisqichi bemor boshini operatsion stolga mustahkam fiksatsiya qilish uchun foydalaniladi. Boshni joylashtirish va fiksatsiya bemor intubatsiya qilib anesteziolog ishorasi bilan boshlanadi. Mayfield qisqichi 4 qismdan iborat. Qisqich uchun stabilizator, birlashtiruvchi qo'l, bosh qisqichi va bosh qisqichi uchun o'tkir tishlar. Anesteziolog roziligi olinishi bilan assistent bemor boshini bir maromda ushlab turadi. Shundan so'ng operatsion stolga stabilizatorni ulab, unga birlashtiruvchi qo'lni quyidagicha ulaymiz. Butun tizim uni turli burchaklarda harakatlantira olishimiz uchun erkin holda bo'lishi kerak. Bosh qisqichini o'rnatishdan oldin chuqurchalarga o'tkir tishlarni steril holda o'rnatamiz. Bemorni zarur pozitsiyaga yotqizib, boshini to'g'rilab olib, qisqichni boshga o'rnatamiz va sekin kompressiya beramiz. Assistent bemor boshni ushlab turgan holda biz bosh qisqichini birlashtiruvchi qo'lga ulaymiz va tizim ketma-ket yuqoridan pastga qarab bloklanadi. Oxirida tilla yuritilgan stabilizator dastagi qotiriladi. Tizim blokdan chiqarishda pastdan yuqoriga harakatlanadi. Assistent bunday bemor boshini ushlab turadi.